Salom yurtdoshlar. Charchamayapsizlarmi? Radarlarga tushib, jarimalar to'lab, charchab ketmadilaringmi? Ilojimiz yo'q, davlatni boqishimiz kerak. Yana kamiga kecha mana Vazirlar Mahkamasining yangi qarori bilan texpasportni har 5 yilda almashishimiz kerak ekan. Savol tug'iladi, nima uchun? Fuqarolik pasportini inson 10 yilda almashtiradi. Har 10 yilda almashtiradi. Almashtirish vaqtida ham 370 ming so'm pul to'lanadi. Bunda bizda yuzimiz bor, rasmimiz bor. Texpasportdachi? Texpasportda hech narsa yo'q. Nima uchun uni biz 5 yil almashishimiz kerak? Yana to'lov aniq emas. Kamiga 2,8 ming bo'lish ehtimoli bor ekan. Rahmat sizlarga, amaldorlar. Ko'proq to'lov qilinglar, 10 million qilib qo'yinglar. Almashtirish vaqtini ham 1 yil qilib qo'yinglar, yaxshi bo'ladi. O'zi xalqdan yana qanday pul undirishni, qanday jarimaga tortishni bilmayapsizlar-ku, to'g'rimi? Xalqdan yana yangi tartibda qanday pul undirish kerak, nima qilish kerak? Kalalaring qo'tyapti shekilli. Qilaveringlar. Sizlarning qo'llaringda bu. Inson o'zi fuqarolarimiz mashina oldi-sotdisini rasmiylashtirib, GAIga borib texpasport nomeri olish uchun mayli endi ariza mayli, guvohnoma olish mayli, davlat raqamini olish mayli. Qayta ro'yxatga qo'yish uchun 2,8 ming pul to'lanyapti. 2 yildan berimi shu ahvol. Nima uchun degan savol borda. Bundan 5 yil oldin ham, 10 yil, 20 yil oldin ham bir yengil to'lov bor edi. Income haqini 10% edi. Qayta ro'yxatga qo'yish 10% edi. Hozirgi pulga 41 ming so'm edi. Nima uchun unga 2,8 ming pul to'layapmiz-da? Kim bu narsani ko'rib chiqyapti bilmadim, hayronman. Kimgadir yoqyaptimi bu to'lov? Kimdir kistasiga borib tushyaptimi, tushunmayman. O'shani arzon qilib qo'yib, xalqqa yengillik qilib, oldingi to'lovda 10% qilib qo'ysa, hozirgi pulga 40 ming qilib qo'ysa yaxshi emasmi? Hamma mashinasini o'z nomiga rasmiylashtirib olsa, muammosiz yursa, fuqarolarimiz bir-biri bilan urushmay, janjallashmay, daveris olmasdan o'z nomiga rasmiylashtirib olsa qanday yaxshi edi. Sizlarchi, oddiy bitta qayta ro'yxatga qo'yish uchun 2,8 ming to'lov qilib qo'ygansizlar. Bu albatta jabr xalqimizga. Ya shunchalik qiyin bitta avtomashinani kompyuterga ro'yxatga kiritish uchun 2,8 ming pul ketadimi? Insofdan emasmi bu? Yorilib ketmaysizlarmi? Qorlaring to'ymayaptimi? Ko'proq pul undirishlaring kerakmi xalqdan? Tushunmayman. Uzr. Fuqarolar bu murojaatimni eshitganlar bo'lsa, shu videoni ko'rayotganlar bo'lsa, e'tirozlaringni bildirib qo'yinglar, kommentariyaga yozib. Like bosmanglar, men bu ko'rsatuvni like bosish uchun qilganim yo'q. O'zlaringning fikrlaringni qoldiringlar. Chiqilayotgan yangi qarorlar, har xil o'zgarishlar, to'lovlar to'g'rimikan? Rahmat e'tiborlaring uchun.